Instagramga kirdingiz, boshqalarning qo'ygan videolarini ko'rsangiz, hamma bu hayotda yolg'oryapti. Kimdir sport bilan shug'ullanib, vobshe chiroyli bo'lib ketyapti. Kimdir yangi biznes boshlab, уже normalniy soha ko'taryapti. Kimdir ota-onasiga mashina sovg'a qildi. Hammaning hayoti go'zal, faqat siznikidan tashqari. Ularni ko'rib faqat menda o'xshamayaptimi? Qolgan hamma baxtlimi? Men nimani o'zi xato qilyapman? Nahotki faqat mal uzr bo'lsam deb o'ylab qolardim mana. Keyin ijtimoiy tarmoqlar mani soham bo'lgani uchun mana shu kontent qilayotgan odamlarni orqa fonida backstage'larda ham yurdim, ular bilan birga ham yurdim va ularni chiqargan kontentlarni ham ko'rdim. Va natijada tushunib yetdim, agar solishtirish kerak bo'lgan odam bo'lsa, bu faqat o'zingizsiz. Aksariyat fake hayot tarzini ko'rsatadigan mana shu insonlarning yagona narsasi, meni pulim ko'p, 20 yoshimda muvaffaqiyatga erishganman bo'lsa, bilingki, ular muvaffaqiyatli bo'lib ko'rinishdan daromad qilmoqda. Sizdan meni missiyamiz boshqacha. Biz rostdan ham oilamiz, o'zimiz, atrofimizdagilar uchun xavfsiz, finansiy stabilniy, tinch atmosfera yaratishimiz. Xo'p, unda nima qilishimiz kerak? Hamma joyda muvaffaqiyat har xil tushuntirilgan. Kimdir uni millioner bo'lish bilan o'lchasa, kimdir insoniyatga keltirgan foydasi bilan o'lchaydi. Xo'p, muvaffaqiyat o'zi nima? Unga qanday erishiladi? Nimaga atrofimizda muvaffaqiyatli bo'lishni o'rgatadiganlar juda ko'p, lekin rostdan ularning aytganini qilib zo'r bo'lib ketganlar yo'q. Komfort zona aslida yaxshiroqligi, daraxt bir joyda balki ko'karmas. Kitob o'qish aslida foydasiz ekanligini aytsamchi. Bugun mana shunaqangi qiziqarli, atroflicha muvaffaqiyat haqidagi eng mashhur yolg'onlar haqida gaplashamiz. Tayyor turing, siz chin ko'ngildan ishongan narsalarning yolg'onligini isbotlab qo'yishi mumkin. Birinchi yolg'on, siz muvaffaqiyatli odamlarga o'xshashingiz kerak. Ya'ni ular bosib o'tgan yo'ldan bosib o'tishga harakat qilishingiz. Mana o'zimdan ham so'rashadi, prям rostdan so'rashadi, sizdaqa bo'lish uchun nima qilsam bo'ladi? Men bo'lib tug'ilishingiz kerak bo'ldi. Boshqa yo'li yo'q. Sizga men biladigan barcha bilimlarni, barcha tajribadan o'tgan hayot haqiqatlarini o'rgatishim mumkin. Lekin u bilan siz men bo'lib qolmaysiz. Va siz menda bo'lish ham shart emas o'zi aslida. Insoniyat tarixida o'tgan eng kuchli komillikka eng yaqin kelgan odamlar qaysidir boshqa odamlarga o'xshashga hech qachon harakat qilishmagan. Masalan, yerda yashab o'tgan eng kuchli sarkarlardan biri Amir Temur. U hech kimni qanaqadir versiyasi bo'lmagan. Yo'q, u Amir Temur bo'lgan, bo'ldi. Shuning uchun ham u tarix sahifalarini o'chmas sarvaraqaga aylangan. Ikkinchi yolg'on bu siz o'zingizni imkoniyatlaringizni, potensialingizni to'liqligicha hisobga olmasligingiz. IT kuchayib ketyapti, endi IT ishlar zo'r pul topadi, logistika rivojlanyapti, logist bo'lish kerak, SMM o'rganish kerak, ularda hozir pul ko'p yoki bloger bo'lish kerak. Yo'q, siz o'zingiz talentingiz bo'lmagan sohada ming harakat qilsangiz ham o'sa olmaysiz. Masalan, Einstein skripka chalishni yaxshi ko'rgan, lekin u o'zining imkoniyatlarini to'g'ri hisoblagan. U hech qachon Beethoven, Mozart yoki Bach bo'la olmasdi. Lekin eng buyuk fiziklardan biri bo'la olish imkonini his qilgan. Yoki Alex Hormozzi, marketingda juda yaxshi taniydi, juda ham zo'r fitness trener bo'lgan aslida, lekin unda insonlarning fikrini o'zgartira olish, sotish qobiliyatlari kuchliroq ekanini ko'rgandan keyin o'zini sotuv va marketingga bag'ishlagan. Hozirda eng kuchli shaxslardan bittasi aynan shu sohada. Bu bilan nima demoqchiman? Qaysi sohada bo'lishingiz juda ham ahamiyatli emas. Siz top 1% da bo'lsangiz, istalgan narxingizda, istalgan joyingizdan turib, istalgan odamlar bilan ishlay olasiz. Faqat qiyin tomoni shu, aynan mana shu top 1% ga kirishdi. Men sizga bu bo'yicha kichik yordam bera olaman. 16personality.com degan sayt bor. Men video ostida ham qoldiraman. U yerda siz uzun testdan o'tganingizdan keyin kuchli tomonlaringizni, shaxsiyatingizdagi boshqalardan farq qiladigan tomonlaringizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu natijalar bilan keyin ChatGPT bilan gaplashib yoki mana shu saytdan ko'rib chiqib, batafsil o'zingizni potensialingiz va o'zingizni ichki konkretniy nimalarga qodirligingizni va qaysi tomondan yurishingiz aslida sizga to'g'riroq bo'lishini bilib olsangiz bo'ladi. Endi savol berishingiz mumkin. Men bir sohada talentim borligini sezyapman. Shu sohada o'sib rivojlanmoqchiman. Qayerdan o'rgansam bo'ladi? Karyerani boshlash bu xuddi bunyodkor stadionga katta o'yin payti kirishga o'xshaydi. Misol uchun, u yerda ikkita yo'l bor. Birinchisi, siz oddiy odamlarga o'xshab navbatda turasiz, bilet olasiz, turib tortishib sekin kirasiz. Kurslardan o'rganasiz, kitoblar o'qib, stajirovkalardan tekin ishlab, sekin sohaga kirib kelasiz. Xuddi bu agar karyeraga olib qaraydigan bo'lsak. Ikkinchi yo'l bo'lsa VIP yo'l. Siz tanish-bilishlaringiz bor, qanaqadir orqa yo'llardan bemalol eng yaxshi joylarga sekin kirib keta olasiz. Karyeraga nisbatan oladigan bo'lsak, sizga professional mentorlar, zo'r kurslar, eng yaxshi joylar, zo'r sharoitlarda o'qish va oson ishga joylashish. Umumiy sahnaga qaraydigan bo'lsak, bizda mana shunaqa ikkita yo'l bor deb tuyuladi. Doim sohaga kirayotganda, to'g'rimi? Bittasi mana shunaqangi etaplardan o'tib oddiy odamlardek borish yoki mana shunaqangi qisqa yo'llardan borish. Lekin muvaffaqiyatli odamlarning hayotini o'rgangan Alex Banayanning aytishicha, sohaga kirish uchun har doim 3-eshik ham bor. Bu qaysidir ma'noda shu eshikdan kirganlar qolgan 2 eshikdan kirganlardan ko'ra ancha muvaffaqiyatliroq bo'lish shansi ham hattoki ko'proqdir. Kelajakka qaytib, Yura davri dunyosi, Indiana Jones kabi kinolarni katta e'tibor bilan ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mana shu kinolarni tasvirga olgan rejissor Steven Spielberg qanday qilib Gollivudning eng yosh va eng muvaffaqiyatli rejissoriga aylanganini sizlarga aytib bermoqchiman. Ma'lumot uchun u kino maktabidan haydalgan. U shunchaki yutqizganini tan olib, boshqa yo'ldan ketish o'rniga sizlar menga o'rgatmasangiz, o'zim o'qitib olaman deb 19 yoshida Universal Studios'ni tur avtobusiga berkinib chiqib olib, ichkarida hojatxonada yashirinib, hech kimga bildirmasdan
aylanishni boshlaydi. Aylanib yurgan payti shu Universal televideniyasiga ishlaydigan Chuck Silverni uchratib qoladi. U o'zini orzusi haqida unga aytib beradi. Deyarli har kuni shunaqangi berkinib kirib, Universal studiyada syomkalarda, montaj jarayonlarida yashirincha qatnashadi, rejissyorlardan barcha bilimlarni sekin-sekin o'rganib oladi. Aniqrog'i unga hech kim o'zi o'rgatishni xohlamasa ham, u o'zini o'zi o'qitadi. Orada esa mashhur aktyor, aktrisalar bilan, rejissyorlar bilan tanishadi. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin uje uni ustozi bo'lishga rozi bo'lgan Chuck Silver aytadi: "Bunaqa yashirinib yuravermasdan, o'zingni qisqa metrajli filmni ol. Agar yaxshi chiqsa, men seni padeshga qilaman" deb. U Amblin nomli qisqa metrajli filmni chiqaradi. Uni ustoziga ko'rsatadi va unga bu film juda ham yoqadi. O'sha paytning o'zidayoq Chuck Silver Universal Pictures direktoriga telefon qilib kinoni ko'rsatadi. Ertasiga Universal direktori Spielbergga 7 yillik shartnoma taklif qiladi. Mana qanday qilib Gollivudda eng yosh, hech qayerda o'qimagan, faqat bitta yaxshi film bilan tanilgan rejissyorga aylanish va keyinchalik Gollivudning eng katta rejissyori bo'lish mumkin. Boya aytgan aynan 3-eshik ham bor degan muvaffaqiyatning yo'li mana shunga o'xshash. Bu eshik qolgan 2 eshikka o'xshab aniq emas. Siz yuzlab odamlardan yo'l so'raysiz, o'nlab eshiklarni taqillatasiz, to'siqlardan sakrab, kimnidir uyidan bildirmasdan o'tib, keyin u eshikni topasiz. Farqi yo'q, siz qanday holatdasiz, kimsiz, qayerdasiz. Siz uchun har doim hamma narsaga erishish uchun 3-eshik bor. Uni topsangiz bo'ladi. 3-yolg'on bu ko'p kitob o'qish sizni aqlliroq va muvaffaqiyatliroq qiladi. Bu umuman xato fikr. Birinchidan, noto'g'ri kitoblarni o'qish sizni yana ham chalg'itadi. 99% kitoblar vobshe musor. Ikkinchidan, kitobni shunchaki o'qish bilan bilimliroq bo'lish mumkin, lekin uni amalda qo'llamasangiz hayotingizga umuman ta'sir qilmaydi. Siz shunchaki qolganlardan ko'proq narsa biladigan loser bo'lib qolaverasiz. Bu narsani ChatGPT ham sizdan yaxshiroq qilib bera oladi. Shuning uchun kitoblarni ham tanlab o'qish kerak. Avval u haqida qolganlarning fikrini eshitish kerak. U haqida yozilgan kichik maqola, tizerlarni o'qib ko'rsangiz bo'ladi yoki juda erinsiz ChatGPTdan so'rang, mana shu kitob menga to'g'ri keladimi? Qanaqa punktlari bor? Avtor haqida ma'lumot berdi. Yana kitob haqida uchinchisi, bu kitobni boshladingizmi, uni oxirigacha o'qish shart emas. Agar ko'pchilikda shunaqangi o'zini o'zi ayblaydigan joy bo'ladi, kitob o'qisam oxirigacha o'qishim kerak, to'liq o'qishim kerak, boshlashim kerak, tugatishim kerak degan narsa. Unaqa emas. Agar sizga kerakli nuqtasi o'rtasida bo'lsa, o'rtasini o'qing va oling, bo'ldi. Siz o'sha kitobni tugatdim degan galочкani qo'yishingiz shart emas. Chunki odatda kitoblarda strukturasi qanaqa bo'ladi? Boshida sizni aynan o'sha kitobdagi ma'lumotlar muhimlilik darajasini tushuntirishga harakat qiladi-da, keyin o'sha ma'lumotlarni berishni boshlaydi. Shunda siz oxirigacha o'qiysiz va o'sha ma'lumotlarni jiddiyroq qabul qilasiz. Agar siz o'sha kerakli ma'lumotni jiddiyligini shu darajada ham tushunib turgan bo'lsangiz, nima keragi bor boshida siz o'zingiz progress qilishingiz. Misol uchun tasavvur qiling, diqqat deb nomlangan kitob bor. Mana shu kitobda deyarli 60-70% diqqatni jamlash, fokusni ushlab turish, bitta ishni bir o'tirib oxirigacha qilish, chalg'imasdan qilish qanchalik muhimligi haqida juda ko'p yozilgan. Kitobni bir yarmigacha faqat shu muhimlik darajasi, bunga misollar, mana shu diqqatini bir joyga qaratib muvaffaqiyatga erishib ketgan odamlar haqida juda ko'p yoziladi. Lekin qanday qilib mana shunaqangi fokusni yaxshilash bo'yicha esa o'sha o'rtalardan boshlab sekin-sekin kam-kam ma'lumotlar berilsa boshlaydi. Agar siz allaqachon diqqat muhimligini bilib turgan bo'lsangiz, o'sha o'rtasini o'qing, bo'ldi. Boshqa joy kerak emas sizga. 4-yolg'on bu komfort zona aslida yaxshi bo'lish mumkinligi haqida. Har xil YouTube videolarda yoki blog postlarda odamlarga bitta eksperimentni aytib berishadi ko'pchilik. Unga ko'ra, agar qurbaqani bitta idishga qo'yib, keyin tagiga sovuq suv solib, gazda plitani yoqilsa olovda va sekin-sekin suv qaynaydi, to'g'rimi? Suv qaynaganda qancha suv qaynab ketishidan qat'iy nazar qurbaqa joyini saqlab qoladi, ya'ni sakrab qochib ketmaydi. Agar qaynab turgan suvni, allaqachon qaynab turgan suvni qurbaqani tashlasa, sirasi qochib ketadi, chunki u biladi issiqligini. Lekin sekin-sekin isiyotgan suvni bilmay qoladi degan bitta eksperimentni ko'pchilik aytishadi. Bu aslida noto'g'ri fikr. Bu eksperiment odatda shu komfort zonasiga tushib qolgan odamni ahvolini yomonlashayotganini o'zi sezmay qolishiga nisbatan metafora qilib ishlatilgan oddiy gap xolos. Bu fakt emas. Ya'ni bunaqa eksperiment даже qilinmagan. Agar qilinsa ham o'xshamasligi tasdiqlangan. Ya'ni qurbaqa o'sha idishda suvni qizib ketishini sirasi sezib sakrab chiqib ketar ekan aslida. Lekin agar metafora sifatida olib qaraydigan bo'lsa, kuchli metafora. Rostdan ham odam o'zini aslida zalolatga ketayotganini yoki yomon muhitda sekin rivojlanmayotganini bilmay qolishi ham mumkin. Ya'ni juda bu narsa sekin-sekin bo'layotgan bo'lishi mumkin, yomon tomonga qarab ketayotgani. Bu rost. Lekin ko'pincha tajribalar va bilimlar bizga bilinmasdan yillar davomida shakllanib, compounddan bo'lib qaytishi mumkin. Ya'ni siz komfort zonadaman deb o'ylayapsiz, hech narsa men rivojlanmayman deb o'ylaysiz, lekin 5 oy, 6 oy, 1 yildan keyin aslida rivojlanganingizni keyin birdaniga tushunib yetishni boshlaysiz. Siz 1-2 oy ishladingiz, lekin umuman o'zingizda o'sish his qilmayapsiz. Lekin bu faqatgina hissiyot. Bitta narsani eslab qoling. Aslida o'sishni belgilaydigan haqiqiy indikatorlar bu hissiyotlar bo'lishi kerak emas. Bu shunchaki Instagramda kimnidir siz o'sha kuni ko'rib qolgansiz va o'zingizni solishtirib, nima men shu o'smayman bu kompaniyada yoki bu joyda, bu jamoada, bu holatimda, bu kasbimda deb qolishingiz mumkin xolos. Shuning uchun siz hissiyotga emas, mana hozir aytadigan indikatorlarimga qaraganingiz yaxshi.
Birinchisi 4-6 oy ichida oxiriga yangi tanishlar orttirdingizmi? Networking qildingizmi? Yangi hamkasb, potensial investorlar yoki do'stlar, yangi mutaxassislar bilan tanishdingizmi? Oxirgi 6 oy ichida daromadingiz oshdimi? 10% bo'lsa ham, 5% bo'lsa ham. Oxirgi 6 oy ichida tajribangiz va ko'nikmalaringiz oshdimi? Yangi va bilmagan narsalaringizni o'rgandingizmi? Qanaqadir yangi til, yangicha ko'nikmalar, sohangizda yangicha joylarni, qirralaringizni ochdingizmi? Agar shu kriteriyalarda siz o'zingizga o'syapti degan xulosaga keladigan bo'lsangiz va bu raqamlar sizni normal qoniqtirsa, bo'ldi, bosib urish kerak. Siz komfort zonada emassiz. Instagramdagilar sizni chalg'itmasin. 5-yolg'on bu tendensiyalarni ko'ra olish va ko'nikmalarga tez moslashish. Bu dunyo siz atrofingizda qurilmagan, siz uni atrofidasiz. Ya'ni siz aslida dunyoga moslashishingiz kerak. Dunyo sizga emas. Men 2009-yilda IT sohasi rivojlanayotgan bir paytda uni o'rganganman va shu yo'nalishdagi kurslarni sotishda marketolog bo'lib ishlaganman. O'z-o'zidan 5 ta yo'nalishda tajribam sirasi oshgan. Ta'lim, marketing, media, sotuv va IT. Keyin men shu bilimlardan foydalanib, har biri uchun alohida loyihalar yoki vazifalarda kelajakda ishlashni boshladim. Ta'lim sohasida katta zapuslar qildik. O'sha vaqtlarda rekord zapuslardan bittasi 300 ming, 400 ming dollarlik zapuslarni qildik, ya'ni bitta potokda. Mediada katta reklama roliklar oldik, reels prodyuserliklar qildik va hokazo. Hatto shu YouTube videoni ko'rib turishingiz ham mana shu media loyihalardagi tajribamni aks ettiradi. Sotuvda esa 10-20 kishilik sotuv bo'limlarini turli darajada kompaniyalarga tuzishda va ularni avtonom ishlashini yo'lga qo'yishda yordam berdik. IT sohasida esa o'zimizni startapni ishga tushirdik va hozirgi kunda boshqa startaplarga ham marketingni to'g'ri yo'lga qo'yishda yordam beryapmiz. Sababi marketing startaplarda va IT loyihalarida sal boshqacharoq ishlaydi, ya'ni odatdagi klassik marketingdan ko'ra boshqacharoq yondashish kerak. Va bu tajriba esa menda bor. Ana endi bitta insight aytib beraman sizlarga. Men tog'da chang uchayotgan paytimda bitta narsani his qilardim-da. Ya'ni siz uchayotgan paytingizda shu yo'llarda burilishlarga, chuqurliklarga, notekislarga moslashgan holda uchasiz. Ya'ni siz u yo'lni xohlagancha bosib o'tmaysiz. Tirik qolmoqchimisiz va jarayondan maza qilmoqchimisiz? Unda o'yin qoidalariga moslashib, to'g'ri harakatlanishingiz kerak. Ya'ni yo'lga moslashingiz kerak. Siz xohlagancha ucha olmaysiz. Xuddi shunaqa narsa. Men zapus qildim, lekin faqat zapus qiladigan odam bo'lib qolmadim. Zapus qila oladigan marketologga aylandim. Men hozir IT loyiha bilan ishlayapman, lekin ITishnik emasman. IT loyihalar qila oladigan marketologga aylandim. Tadbirkorlik qilyapman, lekin faqat tadbirkor emasman. Ya'ni o'zim shunaqa tadbirkormayda qaysarlik qilib turolmayman, nimadir ish kelsa menga. Chunki men tadbirkorlik qila oladigan marketologman. Ya'ni men daraxt bir joyda ko'karadi, men mana shu pozitsiyadaman. Lekin yangi tendensiyalarga moslashish kerak, yangi ko'nikmalardan отказ qilmasdan ularni qabul qilib, yangi qirralaringizni ochib boraverish kerak. Men hozir va shu yerdagi tendensiyaga moslashish olishni, imkoniyatlardan foydalanishni tanlagan marketologman. Menimcha ham shunday bo'lish kerak hamma soha vakillari, faqat ko'k choy damlaydigan, sehrli chiroqdagi jim bo'lmasdan. Biz xayolimizdan chiqarib tashlashimiz kerak umumiy jamiyat uchun qo'yilgan muvaffaqiyat shabloni. Bu to'liq yolg'on. Siz Lamborghini'niz bo'lishi mumkin, oilangiz sog'lom, to'liq bo'lishi mumkin, siz kachogan bo'lishingiz mumkin, lekin bu muvaffaqiyatli qilib qo'ymaydi sizni. Sizning ko'zingiz yoki qo'lingiz qadrlaydigan narsalarga erishganingizda emas, balki qalbingiz istaydigan narsalarga erishganingizda muvaffaqiyatli bo'lasiz. O'zingizdan so'rab ko'ring, biron narsaga siz egalik qilishingizni hech kim bilmagan taqdirda ham o'sha narsani xohlamidingiz? Yana qaytaraman. Shu siz xohlagan narsa sizda borligini, u narsa sizniki ekanini sizdan boshqa hech kim bilmasa ham o'sha narsani xohlamidingiz? Endi shu savolni o'zingizga berib ko'rib, xulosa qilib ko'ring.